Parlament rangdagi Asus X1404 modelini ko'rib chiqamiz. Bu juda ham yengil bo'lgan, 1 kg 400 vaznga ega bo'lgan Intel Core i3 protsessorli, ya'ni 6 yajir 8 potokli 8 GB operativ xotira va 128 GB SSD bilan jihozlangan kichkina va juda ham yengil bo'lgan ixcham noutbuk. Shunaqa ixcham noutbuk qidirayotgan bo'lsangiz, bu noutbukda nima qilishingiz mumkin? Bu kundalik ishlar, o'qituvchilar, studentlar har doim o'zingiz bilan kompyuter bo'lish kerak bo'lsa, bu shuni o'rnini bosib bera oladigan bitta решение. Endi bu noutbuk 15 talik noutbukka o'rnini bosa olmagani bilan, lekin bu noutbukda numpad, touchpadni o'ziga qo'yilgan. Ya'ni siz hisob-kitob bilan ishlaydigan odam bo'lsangiz, shunda touchpadda bir burchakni bosib turasiz 1 sekundga va touchpadingiz klaviaturni blokka o'tadi, ya'ni Asus numpad yonadi. Siz u bilan hisob-kitoblaringizni qilishingiz, sonlar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi va bir vaqt o'zida 1 sekundga bosib turib yana mishka qilib ishlatishingiz mumkin. Bu juda ham qulay. Ekran 180 gradusga ochiladi, ekranning sifati Full HD matoviy bo'ladi, kunduz kuni quyoshni qaytaradi va sizga ishlashingizga juda ham xalaqit qilmaydi. Web kamera, Bluetooth, Wi-Fi hammasi qo'yilgan va web kamerada shtorkasi ham bor. Agar maxfiylikni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, kimdir sizni kuzatishni xohlamayotgan bo'lsangiz, nakleyka yopishtirib qo'yishingiz shart emas. Bu yerda shtorkani o'zi bilan shunday yopib qo'ysangiz bo'ladi mexanik ravishda. Ikkita mikrofon bor, bu sizga tiniq ovozni olib beradi, ya'ni sizning ovozingizni siz собеседникingizga juda ham tiniq kачествоda olib borib beradi. Ikkita mikrofoni bor, ikkita spikeri bor, ya'ni bu multimedialar hammasi qo'yilgan. Klaviatura ruscha, inglizcha bo'ladi va narxi juda ham arzon. Sababi birinchi qo'ldan olishni maslahat beramiz. Biz birinchi qo'limiz Asusda ham va boshqa firmalarda ham. Bu noutbuk agar sizga kamlik qilsa, bizda i5 protsessorda ham bu noutbuk bor. 12 ga 256 GB SSD xotira bilan. Noutbuklarning modeli, parametrini to'liq bilmoqchi bo'lsangiz, bizning veb-saytimizga bemalol kirib, ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Veb-saytimiz orqali yoki Instagram orqali, telefon qilib yoki direktdan yozib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zingizga shunaqa noutbuklarni, texnikalarni yengallashingiz mumkin. Arzon narxda noutbuk Fuzdan va noutbuk tanlashda adashmaslik uchun bizga bemalol murojaat qilishingizdan so'rab qolamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab Bitpart dastavkadan foydalanib, o'zingizga shunaqa modellarni xarid qilishingiz mumkin. Noutbuk Fuz aloqada.